niyat qilib, umrani niyat qilib, ihrom kiyib, mana Oysha onaning masjidlariga beqasd qarab ketyapmiz. Parvardigor shu o'tgan mehribonlarimizni Allohim rahmatiga olsin, oxiratlarini Allohim o'zi obod qilsin. Bugungi qilinadigan kunda bu ibodatimiz bilan qilgan umralarimiz bilan qabrlari nuriga to'lsin. Har haftada, haftaning oxirgi kuni, payshanba kuni. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugun mana 10-aprel kuni Toshkentdan Madinaga uchgan ziyoratchilarimiz bilan o'tgan mehribonlar yaqinlarimiz nomidan umra badal niyat qilib Masjid Tanimga qarab ketyapmiz. Xo'p, bu kamerada ko'rinmaganlar, bu ibodat ixtiyoriy. Ya'ni xohlovchilar ketyapti. Meni yaqinim qani, ko'rinmadi-yu kamera deb xavotir olmanglar. Hammalari yaxshi, hammalari zo'r. Bu ixtiyoriy ibodatlik uchun hamma bormayapti. Shuning uchun hijolat bo'lmanglar. Inshaalloh kamerada ko'rinmaganlar ham yaxshi hammalari. Holatim yaxshi, holat darajatim ko'tariladi. Xudo bahramatli. Amin. Barchalarning oxiratlarini umriga oboq qilgin. Amin. Xudo taolo bizlarni bu joylarga kelishimizga sabab bo'lgan eng avvalo yurtboshimizga, xonadonimizdagi barcha farzandlarni Xudo o'zing salomat qilgin. Amin. Bu joylarga karrat yana birgalikda kelib mana shu joylarda ibodatlar qilishlikda hammamizga Xudo o'zi nasib aylagin. Amin. Allohim duolar qabul bo'ladigan vaqtda turibmiz. Hammamizni aytadigan, aytmaydigan, oshkora maxfiy gunohlarimiz bor. Gunohlarimizni mag'firat qilgin, gunohlarimizni kechirgin. Huzuringa yorug' yuz bilan begunoh holatda borishlikni Xudo o'zing nasib aylagin. Bugungi kunda onadan yangi tug'ilgan chaqaloqdek bo'lishlikda hammamizga Xudo nasib qilgin. Barcha bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Allohim o'zing mag'firat qilgin. Amin. Hamma aytgan, aytmaydigan qalbimizdagi duolarimizni barchalarini xayrlilarini Xudo ijobat qilgin. Allohumma solli va sallim ala Bi rahmatika ya Rahman. rahmat.